Ta'til mezgili qanday o'tkazamiz? Cho'qim pravolimiz. Ta'til mezgilini qat'iy isrof qilayotmanglar do'stlar. Oliy maktab o'quvchilarining kallasiga bir ideya. Pravni xizmatga chiqib bo'lib olaman va yoki oliy maktab putur bo'lib olaman deysiz. Ta'til nima ish qilsiz? Vaqtingizni isrof qilmang. Mushta surat pravag'im bati ta'til mezgilida degan o'quvchilar bizning maktabdan isil so'g'atliqlarni tayyorladik oliy maktab o'quvchilarining ko'rsatma asosida. Bizning maktabga keling. Adresim Qashqay Yanshada. 1 va 4 turda qiynalmaysiz o'zim bor. 2, 3 turda qachon mashq qilmaysiz, shunday mashq qila olasiz. Hozir odamlar oz prav ilish Pravga tizimladigan o'quvchilarmi bir qadar ko'paydi. Shu orliqda faoliyat mezgildan tizimlab olsanlar o'qish bo'ldimi e'tiborlarimiz nihoyat yaxshi do'stlar. Sebir seyishki deb pravlar faoliyat qilyapmiz. Tezrat prav ag'imbati ta'til mezgildan foydalanib degan o'quvchilar davomli aloqalasanglar bo'ldi. Uningdan sir oliy maktab imtihoniga ozla vaqt qoldi. Oliy maktab o'quvchilar imtihon berish turayotgan o'quvchilarga yaxshi natijalar, yaxshi natijalarga erishish qo'lga keltirishni umid qilaman. G'ayrat qilinglar oliy maktab o'quvchilari. Undar nomerim 176 999 669 28 degan nomer undar qilib davomli bizlar aloqalasangiz bo'ldi.